Aka, kichkina tabib kinosidagi neobычный telefonlardan hali ham bormi? Bu telefonlar anchadan beri yo'q, chiqmaydi, lekin bizda o'shanga o'xshagan noyob telefon bor. Eng asosiy fishkadan boshlaymiz. Bu telefonimiz mana ko'rib turibsizlar, ichida umuman sim karta yo'q, lekin bemalol qo'ng'iroq qabul qila oladi. Ya'ni qanaqa ishlaydi bu sistema? Bu sistemani ishlashi boshqa telefonga Bluetooth orqali ulanadi. Bu telefonga keladigan vizifni bemalol bunda qabul qilsa bo'ladi. Mana hozir ko'rasizlar, bemalol hozir. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu telefonga kelgan vizif bunda ko'rinib turibdi. Endi yana bitta asosiy fishkasidan bittasi, ikkita kolonkasi bor. Ikkita kolonkasidan Bluetooth kolonka sifatida bemalol foydalansanglar bo'ladi. Qiladigan biznesmen akalarimiz uyida yoki ofisida turishi kerak bo'lgan ofisni telefonlari. Usilenli antennasi usilenli qilingan, bemalol antenna slabi joylarda foydalansanglar bo'ladi. Bu telefonimizdan bemalol power bank sifatida ham foydalansak bo'ladi. Telefonimizning batareykasi 4000 amper. Mana. Moshniy batareya. Bu telefonimiz modeli Technomax 3.8 modeli bo'ladi. Kimga narxi qiziq bo'lsa, kommentariyada qoldirdik.